أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله hurmatli qarindoshlar oldingi darsimda bir qiz bilan yigit uy kirgandan keyin bu uyni cho'qim baxt saodatga mehr muhabbatga to'ldirish kerak. Endi qanday shunday mehr muhabbatga baxt to'ldirildi deb kelib buning yo'li birlam yo'l u bo'lsa islom ta'limotiga ergashish. Endi Rasul akram sallallohu alayhi va sallam bo'lsa eng namunalik, eng yaxshi er edi dedik. Unday bo'lgan ekan Rasululloh ergashish biz ummatga farz, vojib bo'lgan ekan Rasulullohning bir er bo'lish sifati bilan shu Rasulullohga ergashaylik dedik. Endi nima uchun ergashimiz? Chunki men bu darsimni nima bilan boshladim qarindoshlar? Darsimdagi asos cho'ng tema nima? Oilam jannatim. Qanday qanchada oilani mush dunyoning jannatiga aylantirib bo'ldi? Dal Rasulullohga ergashgan vaqtida. Endi Rasulullohga ergashish uchun biz Rasulullohningki qanday er ekanligini bilishimiz kerak. Endi biz Rasulullohning ruxsati bilan Rasulullohning uyiga kirdik. Uyga kirib Rasululloh qanday er edi desa, deb Oysha onamizdan so'rasak, Oysha onamiz bizga deb berdi. Birinchi bo'lib Rasululloh ayolini so'ydi va so'yganligini og'zi bilan aniq xalq olamga deydi. Ikkinchisi Rasululloh ayollar bilan nihoyat xushchaqchaq deydi. Üçüncüsü Rasulullah ailesinde ayoliga yordam beradi. O'zining ishini o'zi qiladi deydi. To'rtinchisi Rasulullah nihoyat vafodor deydi. Beshinchisi Rasulullah ayolini hurmatlaydi, ayolini cho'ng ko'rdi deydi. Oltinchisi Rasulullah o'zining oilasi uchun, o'zining ayollari uchun o'zini tuzab, ratlik, pokiz yuradi. Rasulullah mushundaq deb, mana bizga Rasulullohning ayollari, sahobalari Rasulullohni bir er bo'lish sifati bilan bizga mushunda tanishtirdi. Biz qanday qilishimiz kerak? Bir mu'min, musulmon sifatimiz bilan, bir musulmon er bo'lish sifatimiz bilan Rasulullohga mana mushundaq muomala bo'lishimiz kerak. Masalan, Rasululloh vafodor dedi. Hatto Rasulullohning ayollari Rasululloh shunda vafodor qarindoshlar. Masalan, Rasulullohning bir ayoli Rasulullah'ның maş Hadice Ayşe anamızın yaxşı ko'rganligini bilib, hatta 7 ayolga bir haftada bir qatim Rasulullah bilan birga qo'nish, birga uxlash navbat keldi. Shu navbatini Rasulullah'ның Ayşe anamızın yaxşı ko'rgan Ayşe anamızı o'tib berdi. Ya Rasulullah, men navbatim kelgan chaqda siz Ayşe bilan birga tusila deb. Mana bular shundaq vafodor, bir-birini mushundaq hurmatlaydigan, bir-birini mushunda yaxshi ko'radigan oilalar edi. Biz mush oilalarni o'rnak tutishimiz kerak deb so'zlab kelib, men bu Rasulullohning bir qandaq er edi degan savolga javob berib, Rasulullohningki qandaq er ekanligini men sizlarga 10 nuqtada yig'inchoqlab beraman deb buning 6 nuqtani so'zlab bo'ldim. Endi bugun 7, 8, 9, 10 nuqtani men bugun bayon qilib beraman. Endi 7 nuqta bo'lsa, Rasul akram sallallohu alayhi va sallam ayollarga bilim o'rgatdi qarindoshlar. Shuni bilishimiz kerakki, erlar Alloh subhanahu va taolaning oldida ayollarning bilim o'rganish ishidan mas'ul bo'ladi. Agar sen o'zing bilsang, sen o'zing o'rgatsang bo'ldi. Sen bir er bo'lish sifatingdan bilmasang, bu ayolni ilm so'rovlariga opirish majburiyating bor. Bu ayol o'zining oxiratiga, o'zining dunyosiga foydasi va bilimlarni o'rganish kerak, bilim olish kerak. Chunki bu sening bolaringning onasi, yana oilangning o'qituvchisi bu ayol. Bolaringni bu ayol bilimsiz qanday tarbiyalaydi? Men shundaq bir haqiqatni yana bir qatim eskartay qarindoshlar. Erlarning ayollarga din o'rgatishi
baş tortib bulanmaydigan majburiyat. Allohning oldida chuqum so'ralsizlar. Buning dalili Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara. Ey Allohga iymon etgan mu'minlar, sizlar üzanglarni va oilanglarni do'zaxdan saqlab qilinglar deydi. Ya'ni saqlab qilish majburiyati bor. Ama qanday saqlab qolsa, o dinni bilmasa, halol haromni bilmasa, ibodatni bilmasa, qanday o'zini do'zaxdan saqlandi? Shuning uchun erlar chuqum üzang bilsang üzang o'gat, üzang bilmasang ilm so'rar apa. Hiç olmasa ayolingning ilm so'rniga berib, ilm elishni to'sma qarindishim. Uni o sharoit yaratib. Bu biz erlarninki baş tortib olmaydigan mas'uliyati. Masalan, Ayşe anamız shunda deydi, bir kunsi Rasululloh mening uyimga kirdi. Kirib, yerda mundaq bir nonni o'qib turibdigan, shuni ko'rib, ilib, pulab yevatdi deydi. Yevatib, ey Ayşe, siz bu Allohning ne'matini qadrlang. Allah'ның ne'meti bir öyden ketib qalsa, ikkinchi qaytib kelmege tez deb, mana Rasululloh Ayşe anamızga shunda ta'lim bergan qarindoshlar. Hatta Rasul Akram sallallahu alayhi ve sellemning mosh oiladagi butun shu xos turmushi bizga mosh ayollarni yetib kelgan qarindoshlar. Bumuz qanday biladi? Muş Ayşe anamız Resulullah'da okup alimlik dersiga yetib, şu Resulullah'ның xas qanda uyda qanda qildi, qanda tamoq yedi, qanda uxlaydi, ayollarla qanda muomala qildi qatorliq nurg'un dinning yerimini, ya'ni 3dan 1ni şu oila bo'lgan ishlarning hammasini bizga Ayşe anamız yetkazgan. Mana Ayşe'ga ey Ayşe Allah'ның qadrini, ne'matini qadrlang deb mana Rasululloh Ayşe anamızga o'rgatdi qarindoshlar. Bir kunse Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem uydan çıktı. Yani mescidga bomdat namazı için çıktı. Çıkışın aldı Ayşe anamızı kupağında oğutup koydu. Resulullah bomdat namazı okup kirse Ayşe anamız yani uxlavatkan. Kupup, voy tek kopnuza kupun. Feşhedi rizq Rabbik. Ey Ayşe, siz Rabbinizning ma rizqiga hozir bo'ling. Ya'ni at deganda barkat va, saharda barkat va, Alloh rizqlarni berdigan vaqt mana qoping deb, shu saharninki muhimligini, saharda qopishninki, shu rizq, tijorat va yoki hamma ishlar uchun atgan o'rnida turishning muhimligini Ayşe onamizga mana o'rgatdi. Biz Rasulullah'ның tarixini o'qisak, oilasiga, qizlarga, bolalarga, atrofidagi odamlarga bütün şu Rasulullah'ni dunyo ustozi deb laqam olgan. Dunyoning ustozi deb. Dunyo ustoz bo'lgan odam chuqum oilasiga ustoz bo'ldi qarindoshlar. Shuning uchun erlar ayollarning bilim elishiga mas'ul, buni bosh tortib bo'lmaydi. Mana bu Rasululloh, mana bu bizning rasulimiz. Biz chuqum Rasulullohni umid qildik ekanmiz, Rasulullohga ergishish kerak. 8. nokta bo'lsa, Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem nihayeti mulayimdi. Yani apuchan edi qarindoshlar. Endi bu oil degan bir xotirjamlikka muhtoj. Allah subhanahu wa ta'ala "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha" deydi. Yani Allah subhanahu wa ta'ala'nın kudret kamalini gösterip turadigan delil faktlardan Allah subhanahu wa ta'ala sizlarning birida bir amallik, xotirjamlik his qilishinglar uchun o'z vujudinglardan ayollarni yaratib berdi deydi. Yani oila bo'lgandan keyin bir oilada xotirjamlik, tinch amallik bo'lish kerak. Bu xotirjam, tinch amal bo'lish uchun biz davomli qo'limizda o'chirgich ko'tarib yurishimiz kerak. Yani erler ayollarning xatoligini o'chirish uchun, ayollar erlarning xatoligini o'chirish uchun davomli qilib bir o'chirgich bo'lish kerak. Chunki mayli ayol bo'lsin, mukammal takomul emas, mayli er bo'lsin, qusursiz, ayib nuqsonsiz emas qarindoshlar. Hammamizda ayib nuqson bor. Biz ayollarimizning Fatima radhiyallohu anhudak bo'lishni talab qilsak bo'lmaydi. Chunki biz Ali emas qarindoshlar.
Anlap duranglar. Bir qatim Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam Oysha onamiz va yana bir ayoli bilan safarga chiqdi. Rasululloh bir to'giga mindi, Oysha onamiz bir to'giga mindi, yana bir onamiz bir to'giga mindi. Endi Oysha onamizning yuki naiti yengil, üzümü uruq, to'gisi kuchlik, ya'ni simiz to'gdi. Shunda bo'lganlikdan Rasululloh bilan tang mangati, Rasululloh ikkisi gaplashib mangati. Him bir ayolining to'gisi uruq, yuki jiq, yüzü simiz ayol edi. Shuna ayol kendi qilib qoladi. Shuna Payg'ambar alayhisalom Oysha onamiz dedi: "Ma sizninki yenik yukingizni sizni uruq to'giga olayli. Sizning ma simiz kuchlik to'gingizga ig'ir yukdan ayol minson. Shuni bilan ayolning to'gisimi yetishmansin. Men o'tiringmi, ikkilangan gaplashmayli. Menda pranship uchimiz bilmayli" debdi. Oysha onamiz kullab qoldi qardoshlar. Kullab bu qandoq odillik bo'ldi bu? Bu nim degan gap deb xapulab qilib, "Sen payg'ambarmi? Sen kishilar payg'ambar deydi, mushu payg'ambarning qilgan ishimi?" dedi. O'ylab baqqanlar qarindoshlar. Sen payg'ambarmi? Boshqalarni payg'ambar deydi-ku. Payg'ambar mushtavolamda degan gap, men aqida nuqtasini elib etgan vaqtida Payg'ambar alayhisalomning payg'ambarligidan gumonlangan odamda iymoni yo'q qarindoshlar. Lekin Rasululloh buning qanday radiya qaytdi? Tovlab, "Voy axloqsiz, voy sen nimating?" Bu deb ishni ulg'aytmay qanday qildi? Kulib ketdi Rasululloh. Kulib ketib, "Hey Abdullohning onasi, ya'ni Oysha onamiz demoqchi. Atashukkuna fi annani nabiy? Mening payg'ambar ekanligimda gumoningiz bormi?" debdi. Oysha onamiz yig'lab ketdi qarindoshlar. Mana mushada Rasululloh sen nimating, mening payg'ambarligimdagi taqishibdi yoki men payg'ambar olmay nima ekanman deb pishada xapulab deyishib qolgan bo'lsa, chunki Oysha onamiz deganki haqiqatan xatarlik gap bu. Haqiqatan xatarlik gap. Lekin Oysha onamiz hamda bir insonlik sifati bilan bir ayoli bo'lgandama bir necha ayoli bor erning ayoli bo'lganlikdan Rasulullohga ashundoq gaplarni kulligalikdan qilib soldi. Rasululloh naati apuchallik bilan, naati hikmat bilan, naati muloyimlik bilan bu masalani hal qilib, "Siz mening payg'ambarlarim shaklinamsiz" debdi. Oysha onamiz yig'lab ketdi qarindoshlar. Mana bu Rasulullohningki oilasida, ya'ni ayollarni mushundoq apuchan masalani oddiy usullarni hal qildigan, ya'ni ishni ko'p turmay mushundoq sufiti bor mana. Mana bu Rasulullohningki bizga ko'rsatgan yo'li qarindoshlar. Bu oila bo'lgan ekan, chuqum datalash bo'ldi. Chuqum bu oilada ko'ngil og'riq bo'ldi. Lekin bu masalani tovlash bilan, vaqirash bilan, yana bir-birini tillash bilan, xapulib, uyni tashlab chiqitish bilan masala hal bo'lmaydi. Mana Rasulullohningki sunnatidek nayt so'g'aqqanlik bilan, aldaransallik qilmay, boshqalarni aldirab, boshqalarga tuhmat qilmay, vaqirmay, mana shunday hikmat bilan hal bo'ldi qarindishim. 9-nuqta bo'lsa, Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam ayollarni faqat urib baxmagan qarindoshlar. Oysha onamiz shunday deydi: "Ma daraba Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shay'an qattu bi yadihi va la imra'atan va la khadiman illa an yujahida fi sabilillah." Oysha onamiz deydi, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam quli bilan hech qanday bir narsani urib baxmagan deydi. Ya ayolni yoki bir xizmatkarni urib baxmagan. Faqat Alloh yo'lida jihad qilgan chaqda o'g'an dushmanlarni bo'lmasa unda urib baxmagan.
Rasulullah'a başqalar tarafidan aziyat yesa, yani başqalar urib, tillab desa, Rasulullah onundan intiqam almagan. Biroq Allah'ın şəriəti ayaq astı qılınsa, bunun intiqam aldı, amma özünün şəxsi mənfəəti, şəxsiyet üçün, özünün şəxsi bir qəriz üçün bir nərsini intiqam almağan deydi. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerif şundaq deydi. La tadribu ima Allah. Allah'ın didəklərini urmağla. Dedi. Degenden keyin sahabeler bu urushdan qo'l uzdi. Uzgandan keyin Umar radhiyallohu anhu kelib Rasulullohga shikoyat qildi. Ey Allohning payg'ambari, ayollar yo'l vasulab ketdi. Ya'ni ayollar bak haddidan eshib ketdi deb keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bak haddidan eshib ketganini azroq adablab qo'yishga ruxsat qildi. Ruxsat qilgandan keyin shuna ayollar Rasulullohning uyiga keldi dedi. Ya Rasululloh, ayollarimiz bizga urib aziyat qildi debdi. Payg'ambar alayhisalom dedi. Ma bizning mening uyimga, ya'ni Muhammad alayhisalomning uyiga ayollar kirib, o'zining erlarining o'g'illigini shikoyat qildi. Ma ayolni o'g'illar yaxshi odam emas deb qarindoshlar. Ayolni o'g'an odam yaxshi odam emas dedi. Hamda shu Amerikadan chiqadigan bir shu ana balalar ve analar keselligi deydigan bir jurnalda Richard Goniz deydigan bir adam bu 1992 yılı yazgan makale ekan. Şu jurnal Amerikadagi ana bala ve analar keselligi degan bir jurnalda Richard Goner deydigan bir adam bundaq bir maqola yozib ekan. Bu maqola 1992 yili e'lon qilingan. Bu maqolani debdi desa, bizningki davlatimizda bir vabo kesili yamirdi. Bu vabo kesiliga sal qarashqa va bu vabo kesilini e'tibor bermaslikka qat'iy bo'lmaydi. Chunki har bir 12 sekundda Amerikada bir ayolga bu vabo kesildi. Har bir 13 sekundda, ya'ni 1 2 3 4 5 12 ni sanasangiz 13 sekund. Shu Amerikada bir Richard Goniz deydigan Amerikada Richard Goniz deydigan bir adam ana balla ve analar keselligi degan bir jurnalda 1992 yili bir maqola e'lon qildi ekan. U maqolasida Amerikaga bir vabo kesel taqilyotdi. Bu keselga sal qarashga qat'iy bo'lmaydi. Har bir 12 sekundda bir ayol bu keselga giribtor bo'ladi. U bo'lsa-mu Amerikada her bir 13 sekundda bir ayol ba'zilari o'lgidek, ba'zilari suyakları sunuğudak əllərdən tayoq yeydi. Mushunda darajada yamirab ketdi deb bir maqolani e'lon qilgan qarindoshlar. Hamda dinimizda ayollarni yengil urusu bulduğanlıqıga ayet var. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِذُهُنَّ وَحْجُرُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَضْرِبُهُنَّ deydi. Yani sizge qat'iy itaat qilmagan ayolga kelsak deydi. Yani bir ayol qat'iy itaat qilmaydi ekan. Unda o'qasa bu ayolga chiroylik nasihatlarni qilish qarindoshlar. Goppan urduğu iş yok. Senin gipimi çort olmagan çağda, baş çağda uruş bulmaydı. Sana azade fakat itaat kılmaydıken bu ayal. Mesela sen bu ayalının ki yemek içmekte tuluk kıpırıpsan, uy kıpırıpsan, şu uttur seviyedeki kim keçek kıpırıpsan, yani turmuştan kısmapsan, bu ayalga erlik mesuliyetini tuluk ada kıpsan,
mushu shart asida bu ayol yanilsang itoat qilmasa, birinchi qadamda qanday qilsa, chiroyli nasihat qilsa. Ikkinchi qadamda bu ayolga bu ayolni yotqan arish bilan mandaq, ya'ni nasihat qilsin. Uningim unmasa vadribun aniga yengil yuziga emas, ig'ir kaltaklar emas, yengil boshqa joyga urib qo'yishga Qur'oni Karim ruxsat qilgan. Lekin shuni bilishimiz kerakki, Rasululloh hayotida ayollarni umugan. Shuni o'lmalar ayollarni hatto mush holatdami, itoat qilmagan holatdami urishga bo'lmaydi. Ya'ni urmaslik sunnat. Chunki Rasululloh urmagan. Ursaqmi, ochchig'imizni chiqarilish uchun emas, nasihat qilish uchun ursaq bo'ladi degan. Demak, mana bu Rasulullohning sunnat qarindoshlar. 10-masalaga kelsak, 10-nuqta bo'lsa, ma'lum sabablar bilan birdan ko'p ayollik bo'lsa, qarindoshlar, adil bo'lish. Rasululloh ayollarga adil edi. Bu adil bo'lish dinimizning javharidir. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Va tammat kalimatu robbika sidqan va adla." Ya'ni butun Qur'onni Alloh subhanahu va taolo ixchamlab, butun Qur'on samimiyat demak, adolat demak. Ya'ni Allohning gapi rostchilik, samimiyat bilan va odillik bilan tamomlandi. Sizlar samimiy bo'lsalar, odil bo'lsalar, buldi. Mening nasihatim shu deb Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda mushunday oyat bor. Shun har juma kuni Imom Ma'xudum mush odillik to'g'risida oyatlarni davomli takrorlaydi. Innalloha ya'murukum bil adli wal ihson. Alloh sizlarni adolat qilishga buyuradi deb har juma kuni Imom Ma'xudum juma xutbasida shuni o'qiydi qarindoshlar. Endi Rasul akram sallallohu alayhi vasallam nima deydi desanglar? Man kanat lahu imra'atan famala ila ihdahuma jaa yawmal qiyamati wa ahadu shiqqayhi ma'ilun deydi. Bir odamning ikki ayoli bo'lsa, biriga bak berilib ketsa, biriga bak mayli bo'lib ketsa, ham birsini tashlab qo'ysa, qiyomat kunsi ma yuzining yerimi yo'q qopidi deydi qarindoshlar. Shuning uchun bu ayollarga zulm qilish dinimizda. Zulm asos jihatdan gunoh. Az-zulmu zulumati yawmal qiyamah. Boshqalarga zulm qilish qiyomatdagi zulmat deydi. Alloh subhanahu va taolo shirkni zulm deb ataydi. Shirk Alloh kechirmaydigan eng cho'ng gunohni Qur'oni Karimda zulm deb atagan qarindoshlar. Alloh eng yomon ko'rgan ish zulm. Shuning uchun qiyomat kunsi man nijot topaydigan bu nijot topishni xohlasanlar qarindoshlar. Biri kishilarning haqqini yemanglar. Ikkinchisi boshqalarga zulm qilmanglar. Bo'libmi ayollarga zulm qilish qarindoshlar. Endi men mushu darsimda mushu Rasulullohningki qandoq edi deganga Rasulullohningki bir payg'ambar alayhissalomningki bir bo'lish sifati bilan o'zida mujassamlashgan 10 sifatini dedim. Buni har bir musulmon yaxshi o'rganish kerak. Eng oxirsida mush degan gapning hammasini Rasululloh bir hadisda ixchamlagan. Mush hadis bilan men so'zimni oxirlashtiraman. U bo'lsa qarindoshlar, khayrukum li ahli va ana khayrukum li ahli. Sizlarning yaxshinglar deydi. Yani yaxshi musulmonlar qanday odamni yaxshi deymiz desa, o'zining oilasiga yaxshi bo'lgan odamni yaxshi deymiz. Siz jamiyatda paloni g'ujam, paloni damullojim, qarojim, nima deb sizning yaxshi gapingizni qilsin, oilangizda yaxshi bo'lmasangiz yaxshi emas. Sizning birdan-bir dinimizning nazarida, Allohning dargohida, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tutgan yo'lida yaxshi deb atalmoqchi bo'lsangiz, oilangizga yaxshi bo'ling. Va ana khayrukum li ahli. Men oilasizlarning ichiladagi oilasiga eng yaxshi armoniman. Men eng yaxshisi deb Rasululloh o'zini shunday dedi. Va biz shu Rasulullohga erishishimiz kerak qarindoshlar.
Şu Resulullah'ның yolunu tutuşumuz gerek. Mana bir ailede boz muş hadisni. Hayrukum li ahli ve ana hayrukum ila ahli li ahli degan muş hadisni. Yani sizlarning yaxshinglar ailesiga yaxshi bo'lganlar, men sizlarning aranglardagi ailesiga eng yaxshi kishi menga hadisni bo'lsa, bir ailemda yezib esib olsam bo'ldi qarindoshlar. Unutib qolmasligimiz uchun. Demak, mana bu aileni baxt saodatga to'shqizish uchun mana buni bilishimiz kerak. Erlerimiz bo'lsin, ayollarimiz bo'lsin, mana bu Rasulullohni o'rnak qilish kerak. İnşallah keyingi darslarimizda shu ayollarning majburiyati nima, erlarning majburiyati nima bu haqda to'xtalamiz. Shu kunga qadar Alloh sizlarni salomat qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.